Assalomu alaykum. Bu videoda o'quv xonalari, ya'ni maktabdagi barcha o'quv xonalari kiritiladi. O'quv xonalari bo'limi boshladi. Hali yaratish tugmasi orqali taqdir raqami 01 o'zi chiqadi. Qisqa nomlanishi mehnat xonasi. Bu yerda xona nomerini yozib ketsa ham bo'ladi, ya'ni 32 xona bo'lishi mumkin. 32 mehnat xonasi. To'liq nomlanishini ham mehnat xonasi yozib qo'yamiz. O'quv xona turini tanlang degan. Asosiy o'quv xona, laboratoriya xonasi, kabinet, megafon. Demak, mehnat xona bo'lgandan keyin u yerda laboratoriya xonasi, ya'ni har xil ustachilik an'analari darslar o'tilib bo'ladi. O'sha laboratoriya xonasi to'g'ri keladi. Holati aktiv. Saqlash tugmasi bilan bosasiz hamda yana shu ketma-ketlikda yaratish tugmasini bosib, qolgan xonalarni ham yozib ketasiz. Ya'ni 34-xona fizika xonasi. Fizika xonasi. Okey, qisqa nomlanishiga 34-xona, to'liq nomlanishiga fizika xonasi deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'chirib tashlab. Demak, laboratoriya xonasi hisoblanadi. Yoki asosiy o'quv xona bo'lsa ham asosiy o'quv xona deb yoziladi. Holati aktiv. Yana yaratish tugmasini shu bilan ketma-ketlikda o'sha etaplarni yana qayta bajaramiz. Ya'ni barcha maktabdagi o'quv xonalari kiritilgandan keyin bu etapni tugatamiz.